O'zbekistonda hamda jahonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Endi har yili kamida 200 nafar o'zbekistonlik qiz xorijga o'qishga yuboriladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Joriy yildan boshlab har yili O'zbekistondagi sharoiti og'ir oilalarning kamida 200 nafar qiz farzandi Erkin kelajak loyihasi doirasida xorijga o'qishga yuboriladi. Bu haqda 7-mart kuni Ko'ksaroy qarorgohida 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bo'lib o'tgan tantanali marosimda Prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. Bu yil sharoiti og'ir oilalardagi iqtidorli yoshlarni xorijda o'qitish bo'yicha Erkin kelajak loyihasini boshlayapmiz. Ushbu loyiha doirasida kamida 200 nafar qizimiz har yili dunyoning nufuzli oliygohlarida o'qishga yuboriladi, dedi Prezident. Bildirilishicha, bu yil 250 ming nafar qiz oliy ta'limga qamrab olinadi. Bu 2017-yilga nisbatan 3,5 karra ko'p. Natijada har bir mahalladan 25-30 nafar xotin-qizlar oliygohlarda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Buning uchun Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zulayho Mahkamova, Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova har bir maktabda yuqori sinfda ta'lim olayotgan qizlar bilan ishlashni individual uchrashuv asosida tashkil etib, ularni oliygohlarga tayyorlaydi. Shuningdek, tadbirda keyingi yillarda xotin-qizlarning sifatli ta'lim olishiga alohida e'tibor qaratayotgani qayd etildi. Mamlakatdagi 203 ta oliygoh talabalarining 52% dan ortig'ini xotin-qizlar tashkil etmoqda. O'tgan yilning o'zida magistratura o'qiyotgan 115 mingga yaqin xotin-qizlarga 100 milliard so'mga yaqin kontrakt puli to'lab berilgan. Hozirgi vaqtda 6200 dan ortiq xotin-qizlar ilmiy faoliyat bilan shug'ullanmoqda. Ilmiy ishlanmalarning 25%ni olima ayollar yaratmoqda. Ularning orasida xalqaro darajada e'tirof etilayotgan ilm-fan vakillari bor. Masalan, taniqli mikrobiologiya olima Dilfuza Egamberdiyeva sho'rlangan tuproqda serhosil ekinlar yetishtirish bo'yicha olib borgan ilmiy tadqiqotlari uchun UNESCOning nufuzli Carlos Finley xalqaro mukofotiga sazovor bo'ldi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.